Jabbor Eshonqul o'zbek zamonaviy adabiyoti va folklorshunosligining yorqin namoyandalaridan biri. U yozuvchi, adabiyotshunos, olim, adabiy jarayonlarning faol ishtirokchisidir. Xotiramga yopirilib kirmoqda tuman. Fikrimga sanchilar qop-qora yillar, yalang tovonimda muz qotgan vatan. Jabbor Eshonqul Quyoshli Qashqadaryo vohasining Qamashi tumani Tersota qishlog'ida 1965-yil 5-may sanasida tavallud topgan. U folklorshunos, olim, shoir va mohir tarjimondir. Eng katta tamaddun o'sha biz tug'ilgan qishloqda bo'lgan, ya'ni To'g'ri. Qashqadaryoning o'sha Tersota qishlog'i, bu tog'li qishloq. Biz asli Qashqadaryoda tug'ilganmiz, lekin Surxondaryoda katta bo'lganmiz. Momomning qo'lida ko'proq tarbiya ko'rganman. Ya'ni momom yoshi katta bo'lgani uchun o'sha bilan birga turib, birga yashaganman. Asrga tengdosh qo'shiqlar, epik tafakkur tadriji, o'zbek folklorining bibliografiyasi kabi asarlar muallifi Jabbor Eshonqulning qalbida sharqning buyuk donishmandligi, milliy folklorning bitmas tuganmas xazinasiga bo'lgan qiziqish birlashib ketgan. Qaysi bir davlatning tarixiga nazar solar ekanmiz, avvalo uning folklorini o'rganmoq kerak. Folklor millatning boqiy tarixidir. Ustozlar bitta gap aytadi-da, folklorda arzimas narsani o'zi yo'q. Bitta so'z ham, bitta maqola ham, bitta topishmoq ham arzimas emas. Uni birinchidan Xalq tafakkurining qaymog'ida yillar mobaynida sayqalanib asrlar davomida xalq tafakkuri, xalq fikri, masalan, xalq falsafasi bu masalan. Xuddi shunday. Uni anglash nafaqat o'sha o'zingizni xalqingizni yoki ajdodlaringizni haqidagi bir tushuncha, tasavvurlaringizni mustahkamlaydi, sizni tarbiyalaydi. Ichki meningizni tarbiyalaydigan bir eng to'g'ri yo'l, eng to'g'ri vosita deb bilaman. 1996-yilda o'zbek folklorida dev obrazining mifologik asoslari va badiiy talqin mavzusida nomzodlik dissertatsiyasini, 2010-yilda o'zbek folklorida tush va uning badiiy talqini mavzusida doktorlik dissertatsiyasini yoqlagan. To'g'risini aytsam, biz tushimizda ko'proq rostgo'yroqmiz. Biz tushimizda ko'proq yashab o'tamiz hayotdagidan ko'ra. Kimgadir haligi noto'g'ri hayotda yashaysiz mumkin, lekin tushingizda alday olmaysiz. Tushingizda siz makon va zamon yo'q. Makon va zamon yo'q. Bu narsalar aniq ko'ra olasiz. Masalan, faqat buni timsoliy tarzda aks etgan bo'ladi. Tushdagi timsollar Faqat to'g'ri o'qiy olsangiz bas. Uning ijodi go'yoki qadim qo'lyozmalarning chang bosgan sahifasidan chiqib kelib, bugungi kun adabiyoti tomirlariga yangi hayot olib kirgan buloqqa o'xshaydi. Yolg'izlikning yo'ldoshi bo'lmas. Manzil bo'lmaydi yo'l ham. Endi ortga qaytib ham bo'lmas. Gulday so'lib boradi quyosh. Bir siqim oy boradi sinib. Peshonamga tegar qora tosh. Bu ro'yomi, bu tushmi bilmam. Adashgan ruh beradi taskin. Vujudimni yuvar achchiq yosh. Singan ko'zgu sochilib yotar. Holsiz kundan men ne kutaman. Yiqilaman qop-qora tunga. O'zbek adabiyotida o'z ovoziga ega bo'lgan adabiyotshunos olim Jabbor Eshonqulovning epik olam, motiv va obraz talqini, mifologik tafakkuri talqini kitoblari adabiyotshunos ixlosmandlar uchun katta bir bo'ston qirralarini ochdi. Yozuvchilik qalbning eng nozik torlarini chertib, so'zlar orqali butun bir olamni yaratish san'atidir. Kitob esa yozuvchi yuragining mevasi. Uni yaratish mahorat, chinakam mashaqqat talab qiladi.